kelini dastidan dod. Men kelin olib, kelinga yorchima deb uyi qaraq bo'lib, plissoz qilinmagan. Bormisiz kelin? Sizni bezovta qilib qo'yganman, o'zim xijolatdaman. Oshi zirvagini solib qo'ying deganman. Hademay xolajoningiz kelib qoladi. Iftor vaqti plissoz qilmagansiz. Kir mashinangiz to'la kir. Hamma ahvol qilib turganini ko'rdingizmi? Hamma joydan yeb. Xuddi siz stress kesiladi sizni. Salohiddinning sig'i tushmayapti hali ham. Sig'i chiqsa o'lmaydi. Siz eringiz ham sig'i chiqqan, biz boqqanmiz bolalarni. Og'zingizni yopib, buni xo'p bo'ladi, oyijon deyishni o'rganing. Xo'p bo'ladi oyijon. Qo'lim ochib ketdi. Voy, tushunmadim. Kelin. Oyijon keling. Men ro'za og'iz bo'lsam, siz yalpayib o'tib ovqatlanishingizni qarang. Shunaqa ham bor. Shunaqa ham sizga saxobat tayyorlab bergandan beri hali hech narsa yeganim yo'q. Xo'p desangiz stress kesilib qoladi-da sizni. Ro'za og'iz qaynanani oldida mana bunaqa yeb o'tirishingizni qarang. Yig'ishtiring. Osh damladingizmi? Solib qo'ydim. Salatingizni qiling, osh solib qo'ygan bo'lsangiz. Akromjon qani? Ishdalar. Qatlada yuradi bu bola ham. Men bilan baravar ovqatlanasiz. Qachon iftorlik boshlansa o'shanda birga yeymiz. Chaka yetinmaydi. Hali dinini ochadi, hali ochadi. Shunaqa ham ochib bo'ladimi? Opa, Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Voy, har kelganimda qovog'ingizdan qor yog'adi-ya. Opa, qachon bir mundoq chehringiz ochiladi? Sen topgan kelinda mana shu qonimni ichib, mana shu bo'g'zimgacha olib keldi shu kelin. Uyiga kirib ketaveradi. Bolasini isitmasi chiqayotgan ekan-ku. Opa, nevarangiz-ku shu. Biz ham o'lmaganmiz, isitmamizni chiqqan, bolamizning isitmasi chiqqan. Dek bo'ldi. Mana men unga osh damlagin deganman. Hali mana osh tayyor emas. Olmamiz zakaz qildim, yeb tur. Salatingiz tayyormi, noqol kelin? Opa, qo'ying, sal muloyimroq bo'ling. Hammamiz ham kelin bo'lganmiz-ku. Duo qiling, ochib olaylik og'zimizni. Opa, duo ham qilamiz. Meniki qalbimda. Sen o'zing o'qib bor. Tavba. Obedda aytganman unga, men osh damlab qo'ying, osh zirvagini soling deb boqli aytganman shu kelinga. To'yib ketdim shu kelindan. Opa, xafa bo'lmang-u. Seningiz bo'lib turibchi, shu uyingizga kelgim kelmaydigan bo'lib qolgan. Sen ham shuni yoninaman? U bechora har kuni siz bilan. Nima qilsin? Bechora o'zi bo'yda bo'lib qolgan bo'lsa, hali qo'lida emizikli bolasi bor. Shu gap sen aytayapsanmi? Bitta bolang qo'lingda, bittasi qoningda katta bo'lgansa, men ham ketma-ket yiliga tug'ganman. O'lmaganmiz, jonimiz ekanda. Qonimda bola, qo'limda bola qilib yurganman men ham. Opa, u payt biz boshqacha bo'lganmiz. Immunitetimiz ham yaxshi bo'lganmi? Qo'y, ko'p gapirma. Hozirgi yoshlar nimjonda endi opa. Ko'p gapirma. Oling. Hech bo'lmasa shu bir oy ro'zada sal o'zgararmikin degan edim. Lekin o'zgarmaydigan odamga ro'zani ham ta'siri yo'q ekan. Allohim o'zi sabr bersin menga.